O'zbek xonliklari haqida mana bu gaplarni juda ko'p eshitgansizlar. Ular xalq dardi va g'ami bilan yashamagan, ular xotinboz bo'lgan va saroydan chiqmagan. Lekin aslida bunaqami? Yo'q, mutlaq bu gaplarni to'g'ri deb bo'lmaydi. Xususan 1717-yilda Pyotr bir davrida Bekovich-Cherkaskiy Xiva tomonlarga o'z ekspeditsiyasini uyushtiradi. Bu ekspeditsiyadan maqsad ayg'oqchilik, kerak bo'lsa harbiy hujum qilish kerak edi. O'sha vaqtlarda bo'lgan Xiva xoni Sherg'ozixon bu qo'shinga bas kela olmasligini, agar urushgan taqdirda ham ko'plab qurbon berishini tushunib yetadi va Bekovich-Cherkaskiyni o'z saroyiga taklif qiladi. U yerda u elchilarni qabul qiladi, biz sizlarni urushmoqchi emasmiz, kelinglar biz sizlarga katta ziyofat qilib beramiz deydi. Faqat bitta muammo bor. Biz 6000 ta askarni bitta joyga to'play olmaymiz va boqa olmaymiz. Kelinglar qo'shinni mayda-mayda qishloqlarga bo'lib tashlaymiz deydi. Va qishloqlarga bo'lib tashlanadi. Tunda esa o'sha mayda-mayda qishloqlarda askarlar o'rab oladi va barchasi qilichdan o'tkaziladi. Bu og'ir zarba Pyotr Ining hech qachon esidan chiqmagan. Hozirgi davrda ham o'sha Xivadagi tarixiy obidalar xonliklar davridan qolgan va hozir ham O'zbekiston byudjetiga turizm sifatida bu foyda keltiryapti.